Xayrli kun o'quvchilar, qo'llanuvchi interfeysi temasining praktik ilishini ko'chamiz. Birinchi birim. Jumlalarni to'g'rilantiramiz. Dirish javob. Programmaning qo'llanuvchi bilan ta'sir etish usuli qo'llanuvchi interfeys deb ataladi. Qo'llanuvchi uchun o'ng'ayli ta'sir etish usuli qo'llanuvchi uchun do'stona interfeys deb ataladi. Bildirish. Ikkinchi birim. Operatsion sistema obyekt bilan narsalarni bog'laydi. Dirish javob. Operatsion sistema obyekt bilan ismni, grafik tamg'alanishni, o'zliklarni, go'mallarni bog'laydi. Yaxshi, uchinchi birim. Narsa ul obyekt. Dirish javob. Obyekt onun bilan belgili bir o'zliklar ham go'mallar bog'lana turgan dokument, programma, joylanma ham boshqalar ul. Obyektning o'z ismi ham tamg'alanishi bo'ladi. Shuning bilan o'quvchilar darsimiz tamom. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.